İsәнмесез, кадерле укучыларым. Biz sizning bilan g'odiy matematika sahifasini davom etamiz. O'tgan darsda men sizni matematika tilida сөйләшергә öğrettim. Bugun men sizga matematik fokus ko'rsatam. Qadrli do'stlar, aytag'iz hali 1 dan olib 9 ga qadar biror son o'ylag'iz. O'yladingizmi? Hozir aytag'iz biz o sonni 2 ga topqirlaymiz. Kelib chiqqan natijani Dirsiraga kelib chiqqan natijaga aytag'iz 12 sonini qo'shamiz. Sanadingizmi? Davom etamiz. Aytag'iz hali kelib chiqqan natijani biz hozir 2 ga bo'laylik. Bo'ldingiz? Hozir eng oxirda birinchi o'ylagan soningizni kelib chiqqan natijadan olamiz. Ham sizning 6 javobi kelib chiqdi. Shulaymi? Ne uchun shulay kelib chiqam ekan? Aytag'iz hali boshqa son o'ylaymiz. 1 dan olib 9 ga qadar. Shulay yo'q, 2 ga topqirlaylik. 12 ni qo'shamiz. 2 ga bo'lamiz. Ham kelib chiqqan natijadan eng boshda o'ylangan sonni olsak, bizning baribir 6 kelib chiqadi. Ne uchun shulay? Aytag'iz hali o'tgan darsning temasini esga tushirdik. Biz sizning bilan matematika tilida сөйләшергә öğrendik. Shunga ko'ra bu masalaga boshqa yoqdan qaraymiz. Masalan, men o'yladim dey 5 soni. Aytag'iz hali 5 soni gina bo'lmasin, 5 olma. 5 olma. Bizga uni topqirlarga kerak 2 ga. Kelib chiqdi 10 olma. Agarda biz 10 olmaga 12 groshi qo'shamiz ekan, agarda biz 10 olmaga 12 groshi qo'shsak, bizning 10 olma ham 12 groshi kelib chiqadi. Aytag'iz hali bu biz sonlarni bo'lik 2 ga. Bizning kelib chiqadi 5 olma ham 6 grosh. Agarda biz bundan eng olda o'ylagan 5 olmani olamiz ekan, bizning oxirida qola 6 grosh. Demak, ningdagina son o'ylasak da, bizning oxirida baribir 6 soni kelib chiqadi. Qadrli do'stlar, biz sizning bilan bugun matematik fokusni qarab ketdik. Agarda u sizga yoqsa, siz uni o'zingizning do'stlaringizga ham tug'anlaringizga ko'rsata olasiz. Agarda bizning dars yoqsa, like qo'yingiz, kanalga yoziling'iz. Kelasi uchrashuvlarga qadar